La la la. 1 2 3 4 5 6 7. La la la. La la la. Do re mi fa sol la si. Kichik zog'ora baliq sarguzashtlari. Kichkina Prodyuser Jao Guayong. ko'rinishi juda ajoyib. Sakrab loyga belandi. Ulkan daryodan ham u suzib o'taman dedi. Zog'ora baliq juda ham jasur. Hatto ilon bilan hazil qila oladi. Qiyinchiliklar qancha bo'lsa ham dumin silkitsa osmonlar zaga kelar. Постановкачы rejissyorlar Tsai Ji-jun, Kang Bao-jin. Bosh muharrir Ouyang Yi-bing. Ssenariy mualliflari Sun Xiaosong, Du Yingzhe, Yui Haishou, Zhao Jui. Rejissyorlar Yang Zigang, Zhang Zuchuan. Kichkina zog'ora baliq ko'rinishi juda ajoyib. Sakrab Bastakor Xiao Bai. Qo'shiqlar muallifi Zhang Li. suzib o'taman dedi. To'xta! To'xta dedim. To'xta! 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 Nimaga o'g'limni urding? Men emas. Sen bo'lmasang kim unda? Men qilmadim dedim-ku. Shoshma dedim. Unda nega qochyapsan? To'xta! To'xta! O'ylagandek ahmoq emasman. To'xta dedim. Qo'limga tushsang ko'rasan. Qo'yib yubor! Qo'yib yubor! Qo'yib yubor deyapman senga. O! Qani meni tutib oling-chi. To'xta! Baribir qochib keta olmaysan. To'xta! Oy! Oy! Hoy! Nima qilyapsan? Ko'zing ko'rma! Pau, pau. Mana yetib keldik. Xayr. Xayr, toshbaqa janoblari. Qayoqqa ketgan eding? Sekinroq, ortimdan quvib kelishyapti. Tezroq yashirinishimga yordam beringlar. Qayoqqa? Pau, pau. Pau, pau. Sizlar Pau Pau'ni ko'rdinglarmi? Biz Pau-Pau'ni ko'rmadik. Hozirgina shu tomonga qochib kelgan edi-ku, a? O'zicha qochib ketaman deb o'ylagan. Yo'q-ku, nega yo'q? Endi qochib keta olmaysan. Bu safar seni aniq tutdim, Pau Pau. Sen bu yerda nima qilyapsan? Bosh baliq, siz yana aldadingiz. Pau Pau! To'xta! Pau Pau! To'xta dedim senga. Pau Pau! Bosh baliq, yosh bola emassan. Nega chopqillab yuribsan? Bujon, bu Pau Pau'ni nima qilganini bir ko'rsangiz edi. Siopang, bu yoqqa kel. Siopang, qani kel. Qani bujonga aytchi, boshingdagi xurraga kim sababchi? Haligi.
U pao bilan o'ynagani chiqib ketgan edi. Qaytib kelganda shu ahvolda edi. Aniq pao urgan. Xiao Pangni boshidagi g'urraga sen sababchimisan? Ha, uni men urdim. Lekin men haligi Ko'rdingizmi? Buni o'zi ham tan oldi, buvijon. Oy, Yaxshiyam, uncha jiddiy emas ekan. Mana endi og'rimaydi. rostdan ham og'rimayapti. Endi og'rimayapti. Oilamizga bitta pao tashvish keltirsa, ikkinchi pao kasalliklarni davolaydi. Demak, shunday qochar ekansizlarda. Pao, senga rahmat. Agar dadam ajdar eshigidan sakrashga borganimizni bilganida, meni rosa kaltaklardi. Kattalarga bu yoqqa kelishimizni aslo bildirib qo'ymaylar. Voy, chiroyliliging. Judayam chiroyli ekan. Sopang, ehtiyot bo'lgin. Boshingni urib borsang, dadang meni butun qishloq bo'ylab yana quvadilar. Zo'r ekan. Bugun albatta sakrab o'tishimiz kerak. Kim birinchi bo'lib sakraydi? Meni bir ko'rib qo'yinglar. Baribir eplolmadim. Yaxshisi, meni bir ko'ringlar. Ko'rdinglarmi? Tez orada sakrab o'ta olaman. Ha, bunchalik xavfli o'yinni o'ynashga qanday haddingiz sig'di? Kechiring. Bilib qoldilar. To'g'risini aytsam, men ham yoshligimda tez shu o'yinni o'ynardim. Demak, siz ham bu o'yinni o'ynab ko'rgan ekansiz-da, buvijon? Bo'lmasam-chi, meni sakrashimni ham bir ko'rib qo'yinglar. Juda zo'r. Qarab turinglar. Buvijon, siz hatto men sakraganchalik balandlikka ham sakray olmadingiz. Axir men qarib qoldim. Yoshligimda esa sizlardan ancha balandga sakrardim. Hozir men sizlarga qo'shiq o'rgataman. Bu qo'shiqni men ajdar eshigidan sakrayotganimda kuylardim. Zo'r-ku. Unda tezroq o'rgata qoling. O'rgating. Kichik zog'ora baliq, sakra, sakra, sakra. Ajdar eshigidan sakra. Boshing osmonga yetdi. Bulutlarni ushlab ko'r. Ajdarga aylanib, mo'jiza ko'rsatamiz. Kichik zog'ora baliq, sakra, sakra, sakra. Ajdar eshigidan sakra. Boshing osmonga yetdi. Bulutlarni ushlab ko'r. Ajdarga aylanib, mo'jizalar ko'rsatamiz. Sakra, sakra, sakra. Kichik zog'ora baliq, sakra. Kim ajdar eshigidan sakrayapti? Kim haqiqiy ajdarni chaqiryapti? Kim? Qisqichbaqa qani? Ko'zing ko'rman nima balo? Yo'q. Voy, aka, kechiring meni. Toshbaqa, yana senmisan, ha? Men Ajdar eshigidan sakrayotgan kim?
Qichbaqa, sizlar qo'shiqni eshitdinglarmi? Eshitdik, nimalarnidir kuylashayotgan edi. Nima? Ajdar eshigidan sakrash qo'shig'ini kuylashayotganga o'xshaydi. Yer yuzida faqat men ajdarman. Qanday haddilari sig'di? To'g'ri, shohimizdan boshqa hech kim ajdar so'zini ishlatishi mumkin emas. Borib tekshiringlarchi. Ajdar eshigidan sakrashga kimni haddi sig'ibdi ekan? Qisqichbaqa, borib ularni tutib kel. Xo'p. Feynanyun, bor ularni tutib kel. Imillama. Eshitdingmi? Bor ularni tutib kel. Bobo, qayerdasan? Seni ko'rdim. Chiqa qol. Tezroq borib, Siyami amakimga aytishim kerak. Meniki. 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 Sen meni chuvalchangimni tortib Yo'q, sen olyapsan. tortib olyapsan. Siyami amaki! Voy, bu nima qilgan? Meni chuvalchangim qani? Voy. Meni chuvalchangim qani? Qayoqqa ketdi? Qayoqqa ketdi? Hammasiga sen aybdorsan. Yo'q sen. Sen. Bas qilinglar. Siyami amaki, men ko'lning sharqiy tomonida bir g'alati narsani ko'rdim. Hamma yog'ida tikon bor edi. Bir tekkan edim, ko'payib ketdi. Sal qolsa o'zimga sanchilib qolay dedi. Tikanak bo'lsa kerak. Ha, tikanak bo'lsa kerak. Tikanak? Qayerda? Bizlarni olib borchi? Yuringlar. Qani ketdik. Qaysi biri tikanakning ildizi ekan? Siyami amaki, siz ayta olasizmi? Balki mana budir. Bunisimi yoki bunisi? Unchalik o'xshamayapti. Axir qaysi biri bo'lishi mumkin? Buni faqat bujon biladi. Biz ularni kutganimiz ma'qul, tushundingmi? Mana bunisi bo'lsa kerak. Shoshilma, voy. Adashibman. Shoshilma dedim-ku senga. Pau, nega kulasan? Buvijon, men katta tikanakni ko'rib qoldim. Meni u yerga olib borchi. Bo'pti. Axir seni topdim. Valda. Qoyil. Buvijon, qoyilman sizga. Tikanakni yo'q qilish uchun avvalo ildizini topish kerak. Ildizini quritsang hammasi birdan o'ladi. Ha, tushundim. Kelasi safar ularni batamom yo'q qilaman. Yo'q, tikanakni ko'rsang kattalarni chaqir. Yosh bola o'z bilganicha ish qilmasligi kerak. Ha. Bugun tikanakni payqab katta yordam berding. Seni qanday mukofotlasam ekan? Menga ajdar hikoyasini aytib berishingizni xohlayman. Bu eski hikoya. O'sha paytda biz hali zog'ora baliqlar ko'liga ko'chib kelmagandik. U paytda tashqi dunyoda yashardik. Buvijon, tashqi dunyo qanaqa edi? Zog'ora baliqlar ko'liga o'xshab ketadi. Bir-biriga o'xshasa nega u yerlarni tashlab kelgansizlar? O'sha paytda hamma baxtiyor yashardi, lekin bir kuni katta tog'dan vulqon otildi. Vulqon juda kuchli edi. Lava bor o't o'lanlarni kuydirib o'tdi. Oqib o'tgan joylarni hammasi kulga aylandi. Quruqlikda yashovchi barcha jonzotlar baland tog'ga qarab qochishdi. Vulqon tutuni butun osmonni qoplab oldi. Quyosh va oy ko'rinmay qoldi. Tun va kunni ajratib bo'lmasdi. Keyinchalik lava daryoga ham oqib kela boshladi. Daryoda yashovchi jonzotlarni qochadigan joyi yo'q edi. Ular
faqat o'limini kutishardi. Keyinchi? Yaxshiyamki ajdar kelib qoldi. Ajdar? Ha, ajdar. Yaxshiyam ajdar kelib qoldi. U hammamizni qutqardi. U vulqon va lavadan qutqarish uchun hammamizni mana shu zog'ara baliqlar ko'liga olib keldi. O'sha paytda zog'ara baliq ko'lida hamma joyda tikanak bor edi. Yashash juda ham og'ir edi. Ajdar o'z sehrini ko'rsatib, hamma tikanaklarni yo'q qildi. Ajdar bizlarga tinch hayot bergandan so'ng ketdi. Tashqi dunyoga qaytib, vulqon xavfida qolgan jonivorlarni qutqarish uchun qaytib ketdi. Buvijon, ajdar juda zo'r ekan-a? Ajdar suvda yashovchilarning qo'riqlovchi ma'budi. Zog'ara baliqlar ko'lida katta falokat yuz bersa, u yordam beradi. Katta falokat? Ajdar qanday ko'rinishda ekan-a? Ha? Ajdar? Tezroq kelib qol, Ajdar! Ajdar, ketma! Ajdar! Ajdar, yo'q! Ketma, ketma, ketma! Ajdar, qayerdasan? Voy. 3 kun bo'ldi. Qayerdan qidiraman ajdar eshigidan sakraganlarni? Voy. Har holda chiqib oldim-ku. Yaxshisi qaytib bormayman. Voy. Bu safar meni xafa qilishlaringga yo'l qo'ymayman. Ozodman, ozod! Ajdarni qayerdan topsam ekan-a? Ha, buvijonim faqat katta falokat bo'lganda ajdar keladi degandilar. Yo'lini topdim. Qayerda edi-ya? Bu yerda yo'q. Ha, va nihoyat seni topdim. Tikanak, qani ko'rsak mahoratingni. Tikanak, tezroq o's. Agar har yoqqa tarqab ketsang, ajdar keladi. Tikanak, tezroq o's. Hamma yoqqa tarqal. Bu yerga, mana bu yerga, endi esa bu yerga. Ajdar tez orada kelib qoladi. Bu tikanaklar qayerdan paydo bo'ldi? Ko'rasizlar, ajdar tez orada keladi. Bu nimasi? Buni kim qildi? Kim qildi buni? Men uni albatta qattiq jazolayman. Voy, bu safar aniq katta muammoga uchradim. Ajdar, tezroq kela qolsang-chi. Ehtiyot bo'l, Bao! Darhol xavfsiz joyga bor. Ajdar juda band bo'lsa kerak. Bu yerdagi ishlardan hali xabari yo'qdir. O'zim uni topib kelaman. Agar ajdar kelsa, hammani qutqaradi.
Men albatta sakrab o'tishim kerak. Tashqi dunyodan ajdarni olib kelishim kerak. Men albatta o'tishim kerak. Voy, men sakrab o'tdimmi? Meni kichkina demang, kichkina demang, menda qo'rqmas yurak bor. Hatto oldinda to'lqin bo'lsa-da, men uni minib suzaman. Meni kichkina demang, kichkina demang, menda qo'rqmas jasurman. Qoshingizdan men paydo bo'lsam, sizni qo'rqitib yuboraman. Men quruq baliqchaman, eng quruq baliqchaman. CCTV studiyasi mahsuloti